Namaz o'qish. Uruqchi botulkisi. Lep-lep yaqqan qar shaharning kechilik manzarasini boshqacha tusga kirgizgan edi. Sundus deraza tubida o'ltirib kitob o'qiyotdi. U kitob o'qishga shunchalik berilib ketgan ediki, tuyuqsiz chiqqan azon ovozidan cho'chib ketdi. Soatga qaradi. Xuftam vaqti bo'lgan edi. Sundus shu kuni namoz boshlagan bo'lib, uydagilar bilan jamoat bo'lib namoz o'qidi. U endi xuftamga tahorat elib, namoz o'qib, anasini hayron qoldirishni o'yladi. Anasi uni namozga chaqirib kirganda, "Ana, men namoz o'qib bo'lgani ne vaqt?" degisi bor edi. Sundus o'rnidan dast turib, tozaliq uyiga yugurdi. Tahoratni komil elib, joy namozning oldiga keldi. Joy namozi salay deb ochqinida ko'zlariga ishonmay qoldi. Chunki uning ichidan rangli bir hadiya qutisi chiqdi. Ondan orqa tarafdan bir ovoz anglandi. Anasi, dodisi, momisi va aksi "Muborak bo'lsin" deb vaqirashdi. Bugun namoz boshladingiz. Bir kunlik namozni to'liq o'qidingiz. Sizni tabriklash uchun bu sovg'atlarni oldik. Sundus intayin xush bo'ldi. Sovg'atni ochdi, ichidan bir qo'l soati chiqdi. Endi namoz vaqtlarini bu qo'l soatidan bila olaysiz. Sundus xuftam namozini o'qib bo'lib, yana uydagilarning yeniga keldi. Kristoda jimjit o'ltirib bir narsa to'qiyotgan momisiga qarab, "Mama, siz namozni qanday boshlagan? Sizni onangiz tuyuqsiz xush qilib aytganmi?" "Men namoz boshlaganda 7 yoshda edim. Lekin u chog'larda sovg'atlar joy namozdan emas, uruqchilardan chiqadi." Sundus hech nimani tushunmadi. "Ha? Uruqchilardan qanday sovg'at chiqdi?" "Bizning zamonimizda namozni boshlagan bolalar uchun cho'nglar botulkalarni tayyorlaydi. Ammo ular undaq odatdagi botulkalar emas edi. Cho'nglar botulkalarni bezab, chiroyli qilib etadi. Mening botulkamning qizil bezaklari va oq lentalari bor edi." "U botulkalarni nemishqa bezaydinglar, mama?" "Namozlarimizni kam qo'ymay o'qigan har bir kunimiz uchun cho'nglar botulkaga bir meva uruqchisi soladi." Sundus bu uruqchi botulkasini bakli yaxshi ko'rdi. "Mama, undaqda nechta uruqchi yig'ishinglar kerak edi?" 40 tal go'zal qizim. 40 kun to'liq namoz o'qib, 40 uruq yig'aladi degandek, bola namozga ko'ndi degandek bo'lib, buni tabriklaydigan alohida kunga tayyorlik boshlanib ketadi. "Alohida kunmi? U qanday kun?" Alohida kun uchun tayyorlanadigan tunji tayyorlik bezilgan xaltalar edi. Yig'ilgan uruqchilarni rangli xaltalarga birdan silib, teklif nomi shaklida uruq tuqqan qo'shnilarga va do'stlarga avatiladi. Sundus bu xaltalarni xiyoliga keltirdi. Momisi tushuntirishini davomlashtirdi. Xaltani og'allar uruqchini bog'lariga terib, namoz boshlagan bolalar uchun xayrli duolarni qiladi. Uruqchilar o'sib chiqib, yeshillik burkanganda namoz boshlagan bolalarning qalbidami yaxshilik va go'zallik uruqlari ko'klaydiganligiga ishonadi. Ondan xaltaning ichida yozilgan kun va vaqtga qarab, bolalarning uyiga ziyoratga keladi va bolani tabriklaydi. Albatta, kelgan mehmonlar oz to'la hadiyalarni ilib keladi. "Bu qaltisgan. Amsa sizga qanday hadiyalar kelgan, mama?" "Ha, bizning zamonimizda bundoq chiroyli soatlar yo'q edi. Bizga bekrak joy namozlar, rangli tasvirlar, onamizning o'z qo'li bilan to'qigan bir-biridan chiroyli qo'lyog'liq va do'ppilarni hadiya qilishadi." Sundus momisining dabbaganlaridan bakla ta'sirlandi. Buni ko'rgan momisi Sundusning yonida o'ltirib, "Qarang, qo'limda nima bor?" Sundus qiziqib momisining olqinini ochdi. Olqinida qora rangli bir uruqchi turadi. "Bizning sizga bir uruqchi botulkasini tayyorlashimizni xohlamsiz? Bu sizning tunji kunlik uruqchingiz bo'lsin. Siz namoz o'qishni davomlashtirgancha bu uruqchilar ko'klaydi va
Okugan namazınız ömür boyu sizni yamanlıklardan saqlaydı. Allah'ın aldidagi vazifangizda o'rindiganligingiz uchun qalbingiz huzurga to'ladi. Oxiratda bo'lsa, sizga jannat eshiklarini ochadigan tunji ochqich namoz bo'ladi. Buni hargiz unutmang. Bo'lamdi chiroyli qizim. Qandaqmi unutib qolay? Mama, namoz jannatning ochqichi tursa. İkisi birla uruqchini elib, oshxonadagi quruq botilkalardan birini beziga ketishdi. Sunduz hayotidagi unutulmas 40 kun uchun tayyorliqlarini boshlab etdi.